O'zbekistonning Qoq markazida dengiz sathidan 2800 metr balandlikda joylashgan ajoyib bir makon bor. Bu Zomin. Bu maskanning musaffo havosi va beqiyos tabiati har qanday kishini o'ziga rom etadi. Bugun esa bu yerda nafaqat dam olish, balki yirik daromad keltiruvchi biznes qilish imkoniyati ham paydo bo'ldi. Biz sizni Zomin turistik zonasidagi tayyor tijorat obyekti bilan tanishtirmoqchimiz. Majmua strategik jihatdan juda qulay hududda joylashgan. U Jizzax shahri markazidan 112 kilometr, Dashtobod temir yo'l bekatidan esa 78 kilometr masofada qad rostlagan. Zomin xalqaro aeroportidan obyektgacha bo'lgan 61 kilometrlik masofani avtomobilda bor yo'g'i 1 soat 20 daqiqada bosib o'tish mumkin. Bu majmua chekka hududda emas, balki yirik transport yo'laklari bilan bevosita va qulay bog'langanligini anglatadi. Raqamlarga e'tibor qaratamiz. 2024-yil ko'rsatkichlariga ko'ra, Zomin va uning atrofidagi hududlarga 4 milliondan ortiq mahalliy hamda 1 milliondan ziyod xorijiy sayyohlar tashrif buyurgan va bu oqim kundan kunga o'smoqda. Mashhur Sufa platosi tog' ekoturizm uchun noyob hudud. Ammo shu paytga qadar bu yerda zamonaviy turistik infratuzilmaga ehtiyoj yuqori edi. Biz taklif etayotgan loyiha aynan shu talabni qondirish va bo'shliqni to'ldirish maqsadida bunyod etilgan. Tasavvur qiling, 2,66 gektar maydonni egallagan, barcha jihozlarga ega va ayni paytda faoliyat yuritayotgan tayyor majmua. Majmuaning restorani bir vaqtning o'zida 600 kishiga xizmat ko'rsata oladi hamda yoqimli atmosferasi bilan mijozlarni jalb qiladi. Yotoqxona qismi 4302 kvadrat metrdan iborat bo'lib, 336 ta o'ringa mo'ljallangan. Majmua to'liq jihozlangan. Barcha xonalar Turkiya va mahalliy ishlab chiqaruvchilarning sifatli mebellari hamda zamonaviy konditsionerlar bilan ta'minlangan. Restoran ham so'nggi rusumdagi professional texnikalar bilan jihozlangan. Endi eng muhim qismga, sarmoyalar uchun yaratilgan shartlarga o'tamiz. Sotib olishni yanada qulay qilish uchun jozibador moliyalashtirish imkoniyatlari mavjud. Siz obyektni xarid qilish uchun umumiy qiymatning atigi 15% miqdorida sarmoya kiritib, qolgan 85% qismini bank krediti orqali qoplashingiz mumkin. Shuningdek, loyihaga bir nechta sarmoyadorlar bilan birgalikda konsorsium orqali kirish imkoniyati ham mavjud. Obyektga ulushdor bo'lasizmi yoki uni to'liq ijaraga olasizmi, tanlov o'z qo'lingizda. Sarmoyani qoplash muddati o'rtacha 5 yil 1 oyni tashkil etadi. Daromadlilik darajasi 24,8%. Obyekt tayyor, sayyohlar oqimi muttasil o'smoqda. Sizda esa bugun O'zbekiston tog' turizmining eng istiqbolli zonasida allaqachon foyda keltirayotgan va katta imkoniyatlarga ega yirik biznes egasiga aylanish imkoniyati bor. Batafsil ma'lumot olish va to'lov shartlari bilan tanishish uchun ko'rsatilgan raqamlarga murojaat qiling.